O'zbekiston mebelchilari birlashib harakat qilmasa, Xitoy bizni sindiraverishi aniq. Do'stlar, biz bu stanoni faqat o'zimiz uchun emas, barcha hamkasblarimiz uchun ham olib kelganmiz. Bu o'zi nima narsa, narxlari qanaqa, batafsil tushuntirib o'tamiz. LDSP dan ishlab chiqarilgani uchun narxlar arzon chiqadi. Siz lak vaqtini, rover xizmatlarini tejashingiz mumkin. Qanaqa turlari bor degani uchun mana ruchkani har xil shakllari bor. Bundan tashqari 45 gradusda ham uradi bu. Buni hozirgi vaqtda 10 xil rangi bor. Bu o'zi qanaqa ishlaydi degani uchun ko'rsatib o'taman. Bunga oddiy detallar tiqamiz. Bu stanok hammasini avtomatik bajaradi va purklaydi bo'lgani uchun vannaxonalarga, oshxonalar uchun ayni muddao, ya'ni ancha mustahkam, namlikka chidamli bo'ladi. Bu go'zallik narxlari kiradigan bo'lsa, qarani. Buni bu taraflari oddiy kromka bo'ladigan bo'lsa, oddiy 4 ming so'mdan hisoblanadi. Bu tarafi esa 1 metri e'tibor bering 50 ming so'm. Agar sizda katta ob'yemlar bo'ladigan bo'lsa, kichraytirib beramiz. 45 gradusga keladigan bo'lsa, uni 1 metri 6 ming so'm, 7 ming so'm atrofida hisoblaymiz. Kimga shunaqa ajoyib xizmatlar keladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Videoni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'yishni unutmang.